Bugun Kalisa domida tanishgan Kalisa opalarim bilan uchrashuv bor edi. Soat 11 da, bizda soat 10 bo'ldi. Meni esimdan chiqib ketibdi. Sovuni borib, bog'chasiga tashlab ketman. Hammamiz bolalarimizni olib kelib uchrashmoqchi edik. Hozir hammasi telefon qilyapti, qachon kelasan deb. Esimdan chiqib ketibdi. Sovuni bog'chaga tashlab ketman desam, o'zing kel, maza qilib o'tiramiz, gaplashib, g'iybatlashib. Bolasiz bo'lsang yanada yaxshi deb aytishapti. Shunga tez hozir tayyorgarlik ko'rib ketishimiz kerak. Mendan giribimi uchrashuvga Kalisa opalar bilan. Keyin hamma so'rayapti, GIF konkursingiz qachon boshlanadi deb. Inshaalloh 2 yoki 3 kunning ichida boshlab olamiz. Hamma shartlar bilan alohida o'zim tushuntirib, video qilib postlayman. Yaxshilab qarab turinglar, kuzatib turinglar. Hamma joyga videosini qo'yaman. TikTokga, YouTube'ga, Instagramga, hamma joyga shartlari bilan video qilib qo'yaman. Shartlari juda ham oson. Bunaqa GIF konkurslarda odatda sharti bitta bo'ladi. U ham bo'lsa homiylarga podpiska bosish.